Qadrli hamkasblar, metallurglar, hammalaringizni, opa-singillar, hammalaringizni Navro'z ayyomi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizlarga baxt, saodat, uzoq umr, kelgusi ishlaringizda muvaffaqiyatlar tilayman. Пусть Навруз принесет в ваш дом и вашу жизнь благодать, светлые надежды и приятные моменты со светлым национальным восточным праздником Навруз. Hurmatli metallurglar va hamshaharlar, barchalaringizni sharqona yangi yil bilan tabriklayman. Oilalaringizga tinchlik, dasturxonlaringizga to'kinlik tilab qolaman. Hamisha osmonimiz musaffo va yurtimiz tinch bo'lsin. Hurmatli O'zmedkombinat ishchi xodimlari, sizlarni hammalaringni Navro'z ayyomi bilan, yosharish va yangilanish bayrami bilan hammalaringni tabriklayman. Hammalaringni uylaringga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Bayramlaring muborak bo'lsin.